Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan darsimizda ikkilik sanoq tizimi haqida qisqacha tanishib o'tgandik va kengroq o'rganish uchun siz YouTube'dan Xan akademiyasi va boshqalarni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilgan edim. Chunki bu matematikaga oidlik joyi juda ham ko'p. Biz esa endi tarmoqqa oid bo'lgan qismini o'rganishga harakat qilamiz. Ikkilik sanoq sistemasi albatta tarmoqqa ishlatiladi. Deyarli hamma qurilmada ishlatilgandek, demak, mana shu qurilmamiz ham aslida 0-1lar asosida ishlaydi. Xo'p, keling o'zi IP adres degan narsani tushunib olsak. IP adres bu sizning qurilmangizni qaysi lokatsiyadaligini, qayerdaligini aniqlab beruvchi raqamlar to'plami. Xo'p, u boshqa raqamlar bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Demak, IP adres bu maqsadi, ya'ni qurilmani qayerdan tarmoqqa bog'lanayotganini va o'sha orqali alohida ajratish maqsad qilingan. Endi MAC adres ham mavjudku desangiz, MAC adresni biz odamlarga tenglashtiradigan bo'lsak, pasporti deyishimiz mumkin. Demak, agarda IP adresda esa ular yashaydigan joy. Masalan, odam deylik, pasportimiz hech qachon o'zgarmaydi va u bizni qayerdaligimizni bildirmaydi. Biz kimligimizni bildiradi pasportimizda. Demak, IP adresi esa biz qayerdaligimizni bildiradi. Masalan, biz Britaniyada bo'lishimiz mumkin, Amerikada bo'lishimiz mumkin yoki O'zbekistonda, ya'ni joyimiz o'zgarmaydi. Joyimiz o'zgaradi, lekin o'zimiz o'zgarmaymiz. MAC adres, demak, adres, manzil deb tushungan bo'lsangiz, bu shaxsni tasdiqlovchi demak, hujjat kabi. IP adresi esa shaxsni, ya'ni demak qurilmani, endi shaxs demaymiz, qurilmani esa joylashgan joylashuvini ko'rsatadigan raqamlar to'plami ekan. Bu demak, IP adresini yaratish 1970-yillarda vaziyat kela boshladi, chunki o'sha vaqtlarda bilasizlar, asosiy Ikkinchi jahon urushi vaqtida bu keng tarmoq juda ham ommalasha boshladi. Ma'lumotlar o'tkazish, ma'lumotlarni uzatish asosiy juda ham muhim rolga o'ynadi va natijada bir qancha kompyuterlar yaratildi. Ular o'zaro shunchaki kabelni aloqa bilan bog'lab qo'ya boshladi. So'ng esa bu harbiylarni qurilmalari dunyo bo'ylab yoyila boshlagandan so'ng, har xil lokatsiyalarda joylashgandan so'ng, ular o'zaro bog'lanishi kerak bo'ldi va o'zaro bog'langanida qaysi lokatsiyadan bog'lanayotganini, hududdan bog'lanayotganini ko'rsatish maqsadida shu IP adres, demak, Vinson degan odam tomonidan ishlab chiqildi va unda asos sifatida 32 bit olindi. 32 bit. Bundan oldingi darsimizda aytib o'tgandek, ma'lumotning eng kichik birligi bu bit. Bor yoki yo'q degan narsani aytdik. Aynan shuni eng anonsi 32 bit deb olindi. Nega? Chunki o'sha vaqtda 1980-yillarda kompyuterlar u darajada ommalashmagan va eng zo'r kompyuterimiz 32 bitli prosessor. Bilasizlar, ma'lumotni qayta ishlaydi. 32 bitli ma'lumotni qayta ishlay oladi. Natijada o'sha ma'lumotni qayta ishlay olishi uchun, ya'ni mana shu 0-1-0-0larni shunday prosessorga olib borib beradi. Prosessor uni oladida, biz tushunadigan tilga o'zgartirib berish uchun ishlatadigan bitlari, ya'ni bir vaqtda ishlay oladigan qobiliyati 32 bitdan iborat edi. O'shani olib ishlab bergani uchun 32 bit deb olingan. 32 bit qayerdan kelganini bildingiz? Yaxshi. Xo'p, endi va bu yetarli edi o'sha vaqtda. Nimaga? Agarda 32 bitdan iborat bo'lgan IP adreslarni hammasini yig'adigan bo'lsak, bu jami 4,994,296 ta qurilmaga IP adres bersa bo'ladi degan. Bo'lsa o'sha vaqtda 100-200 ta kompyuterga ega bo'lgan bir davrda,
bu juda ham yaxshi natijachi edi va keyingi 10-20 yilda albatta yetadi deb o'ylangan edi. Albatta hozirgi kunga esa bilasizlar, milliardlab qurilmalar mavjud. Bu IP adresi yetmaydi va shuning uchun IPv6 ishlab chiqilgan. Lekin shu IPv4 ya'ni internet protokol 4-versiyasini o'zini sal o'zgartirishlar, ya'ni ishlash tizimidan moslashtirilgan holatda biz hozircha ishlatib turibmiz. Yaqin kelajakda IPv6 ga o'tamiz. U esa katta mavzu. Keyinchalik uni o'rganamiz. Inshaalloh. Xo'p, asosiysi tushunib olgan bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, endi keling mana 32 bit kompyuterda qanday yoziladi? 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 nimadadirda. Qisqasi buni biz yodlab qolishimiz amri mahvolda. Bu narsa raqam. To'g'rimi? Odam miyasi yodlab qolish amri mahvol. Shuning uchun nima qilindi? 32 bitni 4 ta oktetga bo'lindi. Oktet 8 talik degan ma'noda. Ya'ni binari 2lik bo'lsa, oktet 8 talik. 8 talikka o'zgartiradi. Va 8 talikdan 4 tasi 32 degan. Shuning uchun mana alohida e'tibor bering, 4 qismga shu raqamimiz mana bu IP adresda tagida kompyuter o'qiydigan raqamlar jamlanmamiz 4 qismga ajratiladi. Xo'sh, yaxshi. Shuni o'zi yetadimi desak, yo'q, biz 4 alohida qilib yodlab qolishimiz ham juda qiyin narsaligi uchun endi buni biz yana misol yaxshi tushuna olish uchun hexadekimal demak 16lik dekimal 10lik biz o'zi odamlar ishlatadigan raqamlarni 10lik raqamlarda ishlatamiz. Masalan 1978-yil yoki 2075 10 milliard hammasi 10lik raqamlar guruhiga kiradi. Bu bor, keyin undan keyin 16lik ham kiritilgan. 16likni keyin tushuna olamiz. Xo'p, menimcha demak tushunarli, asosiysi 8 bitlilikdan. Xo'p, bitta oktetimizning o'zida 8 ta bitdan bor. 0 1 0 1. Shularni ketma-ketligi o'zgartirishlar orqali maksimal yaratishimiz mumkin bo'lgan sonlar bu 256 ta son. Va demak, bitta oktetimiz turli xil joylari o'zgarishi, masalan, mana bu bir boshiga keldi, keyin oxiriga keldi, o'rtasiga keldi, qaysidir raqamni ifoda etadi-da u. O'sha o'zgarib qanday raqamni ifoda etadi? O'shanday o'zgartirishlar qilsak, maksimal 256 ta xil pozitsiya o'zgarishini bajara olar ekanmiz. Demak, va bitta oktetimizda 256 xil o'zgarish bo'ladi degani. Xo'p, yaxshi. Demak, 256 qayerdan kelganini ham bildingiz, endi bundan oshib ketmasligini ham bildingiz. Mana bu yerda raqamlar 256 oshib ketmaydi. Endi mana shu narsani odam tushunadigan tilga o'zgartirdi. Pastga qarasangiz. Demak, 1 1 0 0 lardan davom etgan, bu 192 deyiladi. Bu 192 qayerdan keldi? E'tibor bering. 128 64 32 16 8 4 2 1. Bu biror nimani eslatmayaptimi? To'g'ri. Demak, bular ikkilik sanoq sistemi, ya'ni 2 ning darajalari. Ya'ni 2 ning 0-darajasi bu 1. 2 ning 1-darajasi bu 2. 2 ning 2-darajasi 4. 2 ning 3-darajasi 8. 2 ning 4-darajasi 16. 2 ning 5-darajasi 32. 2 ning 6-darajasi 64 va 2 ning 7-darajasi 128. Agar shu raqamlarni qo'shsangiz, ya'ni hammasi bir bo'lgan holatda raqamlarni qo'shgan taqdirimizda bu umumiy raqam 255 ni tashkil etadi. 255 ni. Xo'p. Bu qayerdan kelganini bildingiz? Bir
aynan shu narsa bor degan. Nol shu narsa yo'q. Shu tartibdagi raqam bor yoki yo'qligini ifoda etadi. Endi 192 qarang. 128 demak, xona birligi bor ekan. 128 qo'yapti. 64 xona birligidagi raqam bor ekan. Demak, 64 qo'yadi. Qolganlar 0 bo'lgan ekan, bu xonalardagi raqamlar yo'q ekan. Demak, bo'ldi, 0 qilamiz deyapti. Endi 128 ga 64 qo'shsak, 192 raqam kelyapti. Xo'p, mana bu ikkinchi aktivitemizga o'tamiz. Mana bu raqam berilgan, kompyuter tushunadiganini endi odam tushunadiganini o'zgartiryapmiz. Xo'p, birinchisi etapda 128 dan bor deyapti, ham bo'ladi. Mayli, qo'ydim. Ikkinchi qatordagi yo'q deyapti, 64lik qatordan yo'q bizaga deyapti. Demak, yo'q. Mayli. Keyingisi 32likdan bor deyapti. O yaxshi. 32ni qo'ydim deyapti. 0. 16likdan yo'q deyapti. 8likdan bor deyapti. Qolganlar yo'q deyapti. Endi hamma qo'shsak 40 bo'ladi. 40 ga 128 qo'shsa 168 bo'ladi. Mana tepalarda yo'q deyapti-da, faqat ikkina birli raqam bor deyapti. Keyin mana bu yerda biroz adashib ketgan, bu ham 192 bo'lishi kerak. Chunki 128 bor deyapti. Aslida 00 yozmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, shunday yozilgan. 0. Agar mana bu ham 0, bu ham 0 bo'lsa edi, mana bu 0 bo'lar edi. Hammasi 0 bo'lishi kerak. Yaxshi. Demak, sanoq sistemalar buyog'ini tushunib oldik. Endi 16lik sanoq sistemasi nega kerak? Xo'p, IPv6, ya'ni internet protokolining 6-versiyasi ham demak keyinchalik taqdim qilindi. Albatta, har bir narsa xuddi bizni hayotimizdan kelib chiqqan osmondan kelib qolmaydi. Kelasiz, masalan, yoshi kattalashib boraversangiz, aloqa qilishingizga to'g'ri keladi, ya'ni odamlar bilan gaplashishingizga to'g'ri keladi. Uzoqda natija telefon olasiz. Bu kerak. Telefon yaratadi yoki uzoq masofaga boraversangiz, mashina olasiz. Shunday narsa, ya'ni vaziyatga qarab yaratilib boraveradi. Demak, IPv4 4 milliardlik o'sha yetmay qolavergandan keyin o'sha demak 6 ga internet protokoli 6-versiyasiga o'tishga harakat qiladi. Va unda tushunish osonroq bo'lishi uchun esa 16lik sanoq sistemasi yaratildi. 16lik sanoq sistemasida e'tibor bering, 0 dan boshlanyapti, 9 gacha davom etyapti. Faqat quyidagida harflar ishtirok etadi. Shunchaki tizim yaratyapti-da, tizim yaratiladi. 10A deyapti, harfdagi 11B deyapti, 12C deyapti, 13D deyapti, 14I deyapti, 15F. 0 dan 15 gacha sanasangiz 16 ta raqam bo'ladi. To'g'rimi? Shunday. Xo'p, va buni mana bu ko'rinishda 16lik sanoq sistemasida aytyapti. Va 16lik bo'lgani uchun demak mana bu 16 ni ifoda etadi. Mana dBlar raqamlar. Demak, buning ichida 0 bor ekan, D esa demak raqam aytganidek 13 bor ekan mana bu yerda. Mana bu yerda B 11 bor ekan, mana 8 bor ekan. Umuman olganda buni kompyuter ko'rinishi esa mana shu. Demak, IP adresda kompyuter ko'rinishi mana. Endi вообще men yodlolmayapman bu narsa. Bir nimalar yozilyapti. Shuning uchun bizga 16lik sanoq sistemasi nima uchun yaratilganini tushunarli, ya. Xo'p. Endi yaxshi. Tepada sanoq sistemani tushungansiz va biz IP adreslarimizda anglab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, agar mana bu ko'rinishda bo'lsa, biz odam tushunadigan holatga keltirishimiz uchun ma'lum bir jarayon bajarishimiz kerak. Bu jarayonni zo'r qoidachalari, usulchalari bor. Xo'p, keling qarang, nima qilyapti? Mana asosiy struktura. 2 ning 7 darajasi, 2 ning 6 darajasi, 2 ning 5 2 ning darajalari va pastda natijalar yozilgan. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Endi shu yerdan aytyapti. Sizda ikkilik sanoq sistemasida quyidagi raqamni berdi, jamlanmasi.
0 0 1 0 0 0 1 1. Shuni menga odam tushunadigan tilga o'zgartirib ber dedi. Kompyuter o'zgartirib beraveradi. Lekin biz ham o'zgartira olishimiz kerak. Xo'sh, kalkulyatordan foydalanmagan holatda. Demak, uni qanday qilib? 1. Demak, bormi? Bor. Mana bu qiymat bo'ladi. 1. Bor degani. Ikki qiymatni oladi. 0 dan birinchi 1, mana 1. 2 ning birinchi qiymati 2, mana bu yerda qo'ygan. 0 yo'q, hech narsa yo'q. 0 yo'q. Demak, hech narsa yozilmaydi. Qiymat kerak emas, mana bu qiymatlar yo'q. Mana bu yerda 32 darajasi 1 degan, 32 ning 2 ning 5 darajasi qo'ygan, 32 1 1 deb qo'ygan. Qolganlar 0 0 degan. Va natijada necha chiqyapti? 32 qiymati 32 ni mana bunga qo'ysak, bu 3 edi. 32 ga qo'ysak 35. Qiymati 35 chiqadi. Demak, mana bu raqam yozgani ham 35. Mana bunday yozsa ham 35. Bunday yozsa ham 35. Bunday yozsa ham 35. Xo'sh, shu joyda bir ko'rsatib ketay. IP adres deyapman. IP adres nima edi? Deyishingiz mumkin. Mana bu yerda mana IP adres. IPv4 connectivity, internetni bog'lanishi, IPv6 connectivity, 6 bunagi mana bu 6. Detailsni olamiz. Mana qaranglar, 192, 168, 1, 111. Endi mana bu yerda mana IP adres degan ekan. Hozir kompyuterim mana shu yerda nima deb tushunib turibdi. Mana menga odam tushunadigan tilga qilib bergan. Bu mana bu qilib beryapti. O'rtadagi o'rtakash programma. Kompyuterni o'zi 1 1 0 6 ta 0 ekan. Yaxshi, IP simini keyin 10 10 10 ikkita 0 ekan. Deyapti. 1 0 1 0 1 0. Keyin mana shu ekan deyapti. Oxirida esa 111 bo'lsa, ana shu 111. Voy. Endi biz nima qilishimiz kerak? Endi odam tushunadigan tilda demak, anonga o'zgartirishimiz, ikkilik sanoq sistemasiga o'zgartirishimiz kerak bo'ldi. Yaxshi, demak, ikkilikdan bunga o'tdik. Endi qanday qilib biz odam tushunadigan tildan, ya'ni bunga o'tishimiz mumkin. Buning uchun mana bu jadvalcha chiroyli. Ya'ni sizga mana bu yerda 8 talik ko'ryapsiz, mana 8 talik. 8 ta xohlagan narsasini qo'ysa, mana 1 qo'ydi, mana bu 1 qo'ydi. Mana bu 1 qo'ydi. Shuni hisoblaysiz, 2 edi deysiz. Bu 8 edi deysiz. Bu 128. Matematikadan hisoblab qo'shib chiqasiz. 138 bo'ladi. To'g'rimi? Endi bizga mana bu yerda savol berdi. 111. Bunda nima qilaman desangiz, 111 da nima qilaman desangiz, 111 da e'tibor bering, qaysi raqamdan kichkina bo'lsa, demak o'sha yo'q degan. 128 dan 111 imiz kichkina, demak 0 qo'yamiz. Yaxshi. Endi 64 bormi 111 da ichida? 111 da ichida 64 bor. Xo'sh, 64 ni yozamiz, 1 qo'yamiz 64 da. Endi bundan 64 ta ayiramiz. Natijada bizga necha qoladi? 36, 46, 47. 47 qoladi. To'g'rimi? Endi 47 dan 47 ning ichida 32 bormi? Bor. Endi 32 ni ayiramiz. Xo'sh, necha chiqadi? Ayirsak 15 chiqadi. 15 chiqdi. 15 16 da ichiga 15 da ichiga 16 bormi? Yo'q.
Katta-ku. Demak, 0 qo'yamiz. 8, 15 ichida 8 bormi? Bor. 1 qo'yamiz. Endi 8 dan ayiramiz. 8 dan ayiramiz. Shunda bizda 7 qoladi. Endi 7 ning ichida 4 bormi? Bor. Ayiramiz. 4 barobar 3 qoladi. 3 ning ichida 2 bormi? Bor. 2 dan ayiramiz. Qoladi 1. 1 ning ichida 1 bormi? Bor. Bor. Demak, mana bu ham qo'yamiz. Va mana shu demak 111. Mani hozir demak kompyuterimni IP adresini demak kompyuter qanday tushunyapti? Qanday o'qib turibdi? Mana shunday o'qib 3, 4, 5, 6. Biz mana bu tushunib olishimiz uchun aktivlarga ajratilganda, kompyuter uchun farq qo'shib yozadi. 1, 3 1. 10, 10. Mana shu. Endi 7 ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Keyingisi mana hozir tepadagi 3 ta edi. 192, 168 bir edi. Maniki ham IP adres va oxirgisi 111 edi. 111 dagi quyidagicha chiqdi. 011 0 0 1 1 0 keyin 4 ta 1 chiqdimi? 4 ta 1 chiqdi. 4 ta 1 chiqdi. Kompyuter mana shu IP adres deb turibdi va buni keyinchalik to'liqroq o'tamiz, lekin mana shu mahalliy, mana shu hozir internetga kirib turibman va bu internetda bir deylik 100 ta foydalanuvchi bor. Ana shu 100 ta foydalanuvchini hech birida mana shu demak raqamli foydalanuvchi u aloqidaman, mustaqilman, bir-biriga tushmaydi. Hammaniki har xil. Mana shu 100 ta foydalanuvchida mana shundan boshqa bo'lmaydi. Natijada bir-biri bilan aloqa qiladi. Xo'p. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, xuddi shu narsa mana bu yerda aytilgan edi. Ya'ni yo'q of inglizchasi yo'q on. Qarang. Bunda 128 edi, bu 64 edi, bu 32 edi. Mana bu qatorda esa 16 bor. Yaxshi, 16 bor ekan. 16 ni olib qo'ydi. 16 dan 8, 4, 2 bor. Bular hammasi off bo'ladi. O'chadi, yo'q. Keyin oxirida 1 bor edi, ana 1 bor ekan. Bu 17 natija chiqdi. Xo'p, endi pastda misol qilib aytgan, bunda ham 128 mana qo'ygan, qolgan 0 larda yo'q qo'yilmagan. Xo'p, sizga mana bu vazifa, vazifa, buni bajarasiz. O'zingiz uchun demak va shu demak videomiz tagida yozib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Javoblarni ortiqcha gap kerak emas, faqatgina javob. Xo'p, mana bu yerda yana qo'shimcha vazifalar bor. Xo'p, 2likdan 10likka, 10likdan 2likka o'tishimiz kerak. Shunday qilib biz bugungi darsimizda ikkilik sanoq sistemasi IP adres ko'rinishida qanday yozilishini va unda biz odam tushunadigan tilda yoki kompyuter tushunadigan tilda ikkalasini o'zgartirib, aylantirib ko'rib chiqdik. Keyingi darsda yana chuqurroq birdan testcha qilib olamiz, undan keyin chuqurroq kira boshlaymiz boshqa mavzularga.